Yo, hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan yana men o'sha videoda xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videoda biz 10-qishloqqa mashhur youtuberlarning qishlog'iga keldik va e, mana videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Masalan, Cliff Kompot o'zi shu qishloqda kompot yaratgan, o'zi qurgan yoki nimadir qilgan va biz ham mashhurlikka chiqib ketgan. Biz ham o'shani endi keldik, mana mashinam orqamda turibdi. Va sizlar do'stlar, bu kanalimiz rivoji uchun juda ham muhim. Endi o'tirsak, bolalar buni benzin tugadimi, yurmayapti. Yo, what the hell. Mayli bu yoqda, oh my god. Buni qaranglar do'stlar, biz nihoyat keldik o'sha 10-mashhur youtuberlar qishlog'iga va mana qishloqda chati ham bor ekan. Hozir ko'rdim va voy qishloqlar, salom hammalarga. Bizning qishloqqa o'ychi keldi. Meni uy qayerda? Sen podshohani ko'rmayapsanmi? Mana ekan, bo'ldi ko'rdim. Videolarda ko'rganman. Qishloqlarning muomalasi yomon ekan. Xo'sh, assalomu alaykum janoblar. Alaykum assalom. Kim kerak sizga? Yo'q, hech kim kerak emas. Menga qarab gapiring, iltimos. Endi qarab turganim, короче, futbolkada ibodat qilamiz. Men shu qishloqda yashamoqchiman. Bemalol. Mayli. Bularni nima, cho'ta muomalasi yo'qmi? Mayli bola, mana bu bomjlar. Salom. Hoy bola, ket bu yerdan. Bo'ldi, baqirish shart emas, ketyapman. Qo'y qishloq, qandaysan? Yaxshi, salom senga. Yaxshimisan? Isming nima? Mening ismim Max. Ke do'st bo'lamiz, mana senga qo'l berdim. Ajoyib-ku. Xo'p, mayli do'stlar, endi stop. Yo, what the fuck? Izimni topdik do'stlar. What the heck do'stlar? Izimni topdik. Yo-mayo, bola bu buni pulga almashtirsa bilasizlarmi qancha pul bo'ladi? Yo-mayo. Bola to'xtanglar, sal-pal hozir chetini vijvana qilaveramizda, temirli kepkani yasab, buni o'sha anaqa qilamiz. Bola o'ylashinglar mumkin, Redditdan chopgan deb. Yo'q bolalar, men keldim, o'zi o'sha yerda izimda turgandi va Redditdan chopgan bo'lsam ham Redditda u olmos chiqqandi va chopmadim. Men prosta keldim, qarasam, o'sha turibdi shu yerda bolalar. Xo'sh, mana buni ham bolalar sizlarga pauzada o'tkazib chunki sizlar zerikishinglar mumkin. Mana bu shirin daraxt bizga ham olma berdi. Shirin daraxt debman, daraxt bizga shirin olma berdi demoqchi edim. Bolalar bizlar Redditdan chopganimiz yo'q va nima demoqchi edim? Sizlar o'ylashinglar mumkin, nega Imperiya videosini qolgan qismi chiqmadi deb. Sizlar meni xafa qildinglar. Nima desanglar, hozir verstaka yasab olaylik-da. Sizlar meni xafa qildinglar. Men sizlardan 10 ta like so'raganim, lekin sizlar atigi 4 ta like yig'ibsizlar. Meni juda katta xafa qildinglar. Kelinglar bu videoga 10 ta like yig'amiz, keyin birdaniga buni hamma seriyalar chiqib boradi. Bolalar, iltimos shu videomizga 10 ta yoki 20 ta xohlasanglar 100 ta ham yig'averamiz. Bu aktivga bog'liq. Men sizlarga o'tgan safarda kommentariyalarni bomba qilinglar, aktivlarni bomba qilinglar bolalar degandim, lekin sizlar meni xafa qildinglar. Atigi 4 ta like bo'lmadi bolalar. Mayli, 4 tasiga ham shukr, oldingi eski kanalim, kim bilsa, eski obunachilarim biladi. Hozir betni berkitib qo'yaylik. O'sha eski kanalimda umuman like yig'mas edi. Faqat uni shorts bilan ko'tarilgan kanal. Bolalar 2-3 ta video qilganman, eng ko'pi o'sha anamda 3 ta like yiqqan. O'shanga ham xursand bo'lib ketganman. Bolalar, mayli, endi nasrini tushirmaymiz. Bolalar, men ham katta youtuber bo'lishim mumkin agar sizlar shunaqa aktivlarni bomba qilsanglar, menga podдержкада bo'lsanglar. Mana rekerlarning hammasi shunaqa podдержка bilan ko'tarilgan bolalar. Xo'sh, endi obunachilar bilan ham terib olamiz ko'mirlarni. Bu ham bizga hali konga tushganimizda ancha asqotadi. Xo'p, mayli, bularni ham olsak, okey, hammasi yaxshi bo'ldi. Okey, bu yerdan ham olamiz bolalar va yaxshi. Do'stlar, bunisidan ham olamiz. Yaxshi bolalar, nechta ko'mir, короче, 15 ta chiqishi kerak. Adashmasam cho'kka sanadi biz olayotganimda. Xo'sh bolalar, endi bulardan fakel yasaymiz. Okey, chotki bo'ldi.
Endi bu yoqqa kirsak ham bo'ladi. O, mana temir topdik. Qanchalik omadlimiz bolalar. No, mayli bularni sindirib olamiz sekin-sekin. Keyin esa o'zimizga balkim o'sha kompot uzubini ko'znitsasini ham olishim mumkin. Va do'stlar, lekin uni ko'rdinglar o'zinglar, dabdalasi chiqayotganda. Lekin o'shani olsak, menimcha u katta ham emas, kichkina ham emas bolalar. Yog'ochdan qurilgan va o'ylaymanki, hozir qish, mana ko'ryapsizlar, hamma joyda qor yoqqan. Real hayotda ham qor yoqqan, bizani va Minecraft'imizda ham qor yoqqan. Shu Minecraft'dagi sovuqqa chidab beradigan uy kompotni ko'znitsasi. O, men ana ekan, mayli yopib qo'yamiz bu yerda. No, stop. Jonga tegdi shu Minecraft'da baglari bor, mayli. Xo'sh, bu bizga kerak emas, demak buni tashlab yuboramiz. Okey. Mana uni qaranglar bolalar, mana bagni qaranglar, shunaqa ham bag bo'ladimi? No, mayli do'stlar, biz ketdik o'zimizning ishlarimiz tomon. Sizlar hozirda o'zi videomizga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar va bizga shu tomonlama yordam berasizlar. Xo'sh, mana toshlarni ham oldik bolalar. Mayli, endi bizga kerakli bo'lgan narsa bu pechkada temirlarimizni pishiramiz. Uje keyin qilamiz. Kirka yasab o'sha izumrudni olishimiz mumkin bo'ladi bolalar. Keyin esa o'zimizga uy sotib olamiz. Chunki hozir kech tushsin, qayerda yotish nima problema hech kim bilmaydi. O'shaning uchun hozir kech tushsa sovuq bo'ladi. O'shaning uchun o'zimizga kechqurun bo'lguncha boshpana topishimiz kerak. Yaxshi ham shu izumrudni topib oldim. Endi bizga yaraydi bu. Biz bitta izumrud o'zi qimmat narsada bolalar, o'zbekchasiga zumrad deyiladi. Lekin hamma youtuberlar ana izumrud deb o'rgangan bolamayli. Endi izumrudlarni pulga almashtirsak, agar o'zida izumrudni agar o'zida sotib oladigan bo'lsa, o'zini beraveramiz bolalar. Xo'sh, endi ozgincha o'zimiz uchun narsalarimizni yasashimiz, bolta va shu kabi narsalar yasash uchun bizga tosh kerak edi. Toshni oldik, boltani yasadik, kirkani sindirdik, endi ketamiz. Hi. Xo'sh, endi ba'dan qayerdan chiqaman? Taxtalarni qo'yib chiqsam bo'ladi. Let's go bolalar. Endi demak, endi biz izumrudni kovlaymiz, qani bu yerda ochamiz, jonajon izumrud turibdi hali ham. 1 2 3 4. Voy yuragim. Bola 4 izumrud. Buni o'zimiz pulda hisoblasak, bu hozir $400. Qaramay izumrud topdim. O, ajoyib. Xo'sh, bola. Tak, biz izumrudni oldik bola. Shunaqa hayajonlanyapman. Oy, mer debman. Hozir gaplashyapman. Mer debman sizga. Gaplashyapman, jim tur. Hozir o'sha gaplashayotgan odamingiz hozir telefon bilan uraman. Hozir inventarga narsalarni joylab olay deb. Hozir ko'radi mendan. Tak, buni mana shunda turgani yaxshi bo'ldi bolalar. Hozir telefon bilan kallasiga solib kelaman o'shani. Hozir telefonni qirras bilan, yo'qolma, men bilan gaplashyapman. Boydan beri san pochog'on deb gaplasholmayapman. Nega meni urasan, pachoq? Uraman-da, boydan beri gaplashga qo'ymayapsan. Oy, mer. Nima deysan? Telefon raqamingizni bera olasizmi? 90lik. Hozir 90lik 97. hop 52 18. Hop, mana yozib oldim. Endi biz anani sotib olmoqchimiz, kompotni, anaqa ko'znitsasini bizga berasizmi? $450 shunday turadi. Kelishtira olasizmi, mer? Shartmas, hop, kelishtiraman. Menda $15 bor, buni $5 o'zimga kerak. O'shaning uchun ham $410 ga kelishamizmi? Mayli, sen uchun sen o'yinchisan, erkasan, mayli. Ajoyib, endi olishingiz mumkin. Mana sizga $10 va $400. Izumrudmi? Ha, Qayerdan olding? topib oldim. Bu sizga ishingiz emas, janob. U yerda yapaqaga keltirish kerak. O'shaning uchun ham o'zimga hozir pichoq yasayapman-da, janob. Anaqa qilish uchun. Bo'pti, omat.
Hop, rahmat. Aytdi, orqasida bo'mishlar turibdi bolalar. Ularni hozir bir yoqqa keltiramiz. Hozir Oy, bo'mishlar. Sen yana keldingmi? Короче, bu yerdan sirpanishinglar kerak. Men bu uyni sotib oldim. Bizni haydama. Yo'qolyapman. Va mana do'stlar, ularni ham pauzada bir joylik qildim. Musorda ochiribman o'zim. Yana musorda ochiribman. Davay, ba'zimiz hozir ba'dan boshlaymiz, chunki musor ochilib ketyapti. Uni qilishimga xalaqit beryapti-da bola. Xo'sh, bola, endi buni qo'lim bilan olib chiqaman, chunki qilich bilan olganda foydasi yo'q. Qilich bilan faqat nima edi? O'rgimchak to'rlarini olishimiz mumkin. O'sha bilan tez sinadi. Xo'sh, tezroq olib chiqishimiz kerak bolalar. Men sizlarga buni 3x da o'tkazib yuboraman. Sizlar chunki zerikib qolmasliklar. Bolalar, hozir bizga kerak bo'ladigan narsa bu eshik. Afsuski, menda eshikka bir dona daraxt, yog'och yetmas ekan. Mayli, bolalar, hozir endi olib kelishga harakat qilamiz. Davaychi bolalar, bitta dona emas, faqat bitta daraxtni o'zini 6 ta bo'ladimi, o'shanisini olamiz. Mana bizda bitta oq daraxt, o'zimizni oddiy daraxtlardan. Xo'sh, bolalar, endi bularni hammasini olamiz. Okey, endi uyga ketsak ham bo'ladi. Bolalar, sizlar videoga like bosinglar. Kommentariyada omad so'zini yozib qo'yinglar bolalar. Keyingi videom ekranida sizlar chiqishinglar mumkin va bu ajoyib qiziq bo'ladi va tekinga reklama bo'lishi ham mumkin do'stlar. O'shaning uchun ham hozirroq videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar do'stlar. Xo'sh, endi mana uni olib tashlaymiz. Okey. Endi bunisini ham olib tashlaymiz. O'zi kech tushyapti bolalar, sovuq tushdi. Hozir -3 gradus bo'lyapti. Lekin hali uncha sovuq emas, lekin hozir dekabr, 12-dekabr bugun. Bolalar, lekin endi sizlar qachon ko'rayotganlarini bilmayman. Balki bugun ko'rarsizlar, balki ertaga yoki indinga, balki bir oydan keyin, balki bir yildan keyin meni videoim reklaga chiqib ketdi. O'zi mashhur bo'lganimdan keyin shu videoim ko'rishinglar mumkin. Qachonligini bilmayman bolalar, lekin hozir ko'rayotganlar like bosib qo'yinglar bolalar. Xo'sh, eshigim ham tayyor bolalar. Endi bu yoqqa sal o'zgartirish kiritamiz. Va do'stlar, o'zimga ishonmayapman va men ham endi youtuberlar safidaman bolalar. Xo'sh, endi buni narsalarni olib tashlaymiz. Aytdi, ko'rinmas sandiq bo'lib qoldi va ko'rmadinglar-da bolalar. O'zim ancha qo'yib qo'ydim. Xo'sh, endi bu yoqqa pechkalarni olamiz. Bu yoqqa qo'yib chiqamiz bolalar. Videoga like bosib qo'yinglar. Xo'sh, bu yoqqa qo'ydik. Endi bu yoqdan ochib butun narsalarimizni shu yerga qo'yamiz. Endi bolalar, o'zimiz hozir bu yoqda yoritib qo'yaylik-da. Endi o'zimiz hozir kravatsiz yerda yotishimizga to'g'ri keladi. Agar yer zax bo'lmasin, desh qilib bo'lmasa dabdalamizni chiqib shamollab o'lib ketishimiz ham mumkin va astag'firulloh deb gapiramiz bolalar. Mayli, endi majburmiz, iloji yo'q. Xo'sh, mana do'stlar, bizani o'zimizni shinamgina uyimiz.